So'y tumanimizning ishlash jarayonlarini Lacoste hidini bosib ishlatib ko'ramiz. So'y tumani chiqishlariga qarshi gap bo'lish mumkin emas. Chiqishlari ham juda ham zo'r, ekonomikni qilib raqamga. Pechkani qo'shing. Endi turbo sushka. Bunga turbo sushkalik variant qilingan. Turbo sushka pistolet отдельно boshqa bo'ladi. Turbo sushkaning ishlash jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Turbo sushkasi davlenlari ham juda ham zo'r bo'ladi. Ikki havo chiqaradi bu. Turbo sushkalik varianti bo'ladi bu. Hamma funksiyasi ishlaydigan bo'ladi. 5 xil hidi bor, chernetil, podkatgacha turbo sushka hammasi bor. So'y tumanimiz ko'rinish holati. Har doimgidek usti shishadan, korpus nezevikadan bo'ladi. Motor xonamizni bitta ko'rsatib o'taman. Motor turadigan xonamiz invertorlik variant qilingan, ekonomikli, Tureyskiy motor, italyanskiy pompa, bypass bilan qo'yilgan. Santexnikalari ham, hidlari ham 4 xilligidan bo'ladi. Avtomatikamiz holatlari ekonomikni qilib, turbo vodalik qilib, davlenlari o'zgaruvchan qilingan. Toklarni ham ko'rsatib turadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaversangiz bo'ladi.